Assalomu alaykum hammaga, aziz kuzatuvchilar. Hozir 2026-yil yanvar oyini oxiri va fevral oyini boshiga to'g'ri kelyapti. Ya'ni bizda ikkinchi kurs qishki semestr amaliyot jarayonlari ketyapti. Amaliyot bizda shu Toshkentdagi gematologiya va onkologiya klinik ilmiy tibbiyot markazida, ya'ni klinikasida olib boryapmiz. Bu yoqda 10 kun davomida amaliyot olib boramiz. Bugun amaliyot kunimizning 7-kuni. Shu paytgacha biz bolalar bo'limida amaliyot olib boryapmiz, chunki biz pediatriya kampusidan kelib amaliyot qilganligimiz uchun, ya'ni aynan bolalarga moslashganligi uchun biz fakultet shuning uchun bolalar bo'limida amaliyot olib boryapmiz. Bizning bo'limimizda nimalar bor? Ya'ni qanaqa xonalar bor, qanday bo'limlar bor ichkarida? Qon tahlil qilish bo'limi, yana lumbar qism, ya'ni bel qismidan o'sha orqa miya suyuqligini olish, uni tahlil qilish bo'limi, muolaja bo'limlari, ya'ni inyeksiya qilinadigan bo'limlar bor. Hozirda studentlar amaliyot davomida mana shu bo'limlarda hamshiraga yordam sifatida bemorlarga yordam berish, ular bilan suhbatlashish, ular bilan qanday gaplashish, qanday yordam ko'rsatish, hamshiralarga yordam ko'rsatish bilan shug'ullanyapmiz. Va keyin yana shu tibbiyot umuman klinikadagi hamma hujjatlar raqamlashtirilyapti kompyuterda. Ya'ni bunda DMED ilovasi orqali amalga oshirilyapti. O'sha DMED ilovasida biz qanday ishlashligini, qanday u DMED ilovasi ishlashligini o'rganyapmiz va shuni ko'rib chiqyapmiz. Kompyuter orqali DMED ilovasida foydalanishyapti. Bundan oldingi yili, o'tgan yil, ya'ni birinchi kursda yoz oylarida men amaliyotni Bekobod tumanida amalga oshirgandim. Bekobodda ham xuddi shu bolalar bo'limida amaliyot qilganman 21 kun davomida. Endi ikkinchi kursda esa bu yoqda. Xo'sh, amaliyot jarayoni juda foydali bo'lyapti. Ko'p narsalarni o'rganyapmiz. Klinikada, kasalxonada hamshiralarga yordamlashyapmiz. Shu bemorlar bilan gaplashib, ularga hamshiralar orqali yordam berishga harakat qilyapmiz. Demak, 10 kun davom etadi. Buni aytib o'tdim. Xo'sh, hozir soat 8:30 bo'lyapti. Men uje klinikadaman. Soat 9 da boshlanadi, soat 2 gacha davom etadi. 2 gacha shu klinikada bo'lamiz, amaliyot o'tkazamiz. Xo'sh, shu haqida aytmoqchi edim. Qisqa video bo'ldi. Ichkarida video ola olmayman, chunki bu ruxsat etilmaydi. Chunki bemorlar bor, kimdir xohlaydi, xohlamaydi, umuman olish mumkin emas, video olish. Shuning uchun o'zimning fikrimni bildirib o'tyapman. Ichkaridagi jarayonlarni, studentlarni qanday amaliyot qilayotganligi haqida aytib o'tyapman. Xo'sh, sog' bo'linglar. Keyingi video kontentlarda ko'rishguncha, Xudo xolisa ko'rishamiz.